2023-yil 27-mart. Multi leveldan yana B2 sertifikatim chiqdi 52 ball bilan. Shunaqa xursand bo'lganman. Endi uni olgandan keyin baqirib, "Dada, agar sertifikat oldim ingliz tilidan, B2 oldim" deb baqirganman. Oqshom 12 da chiqqan o'sha paytga. Undan oldin bir marta topshirganman, lekin yiqilganman unda. 49 ball bilan. 2 ball yetmagan B2 olishimga. Bu narsani nimaga aytyapman? Hozir taxminan bir yarim soatcha bo'ldi. Multi levelda natijalari chiqishni boshladi. Kimdirlar 51 ball bilan, kimdirlar 52 ball bilan, xullas nima qilib bo'lsa ham olishdi sertifikatni. Bu narsa kimgadir oddiy narsa bo'lishi mumkin, bu sertifikatni olish. Kimgadir juda ham oson bo'lishi mumkin, lekin bu tinimsiz uxlamasdan harakat qilish. Dada, aya, sizlarning pullaringizni bekordan bekorga ishlatmayapman, mana harakat qilyapman deb isbotlashga harakat qilish, umidvor bo'lish. Hammasi. Kechani kecha demay, kunduzi kunduz demasdan harakat qilib, iloji boricha shu ota-onasiga isbotlab berish uchun, kelajakda bundan ham ko'proq yutuqlarga ega bo'lish uchun bir vosita deb ilk g'alaba sifatida ota-onasiga ko'rsatish uchun harakat qilingan. Bugun shu multi leveldan B2 olganlarni tabriklayman, rostdan ham. Sizlar bunga arziysizlar. Rostdan ham sizlar bu narsaga arziysizlar haqiqatan. Nima demoqchiman? Kimdirlar bu narsani oson deb aytish mumkin. U hech narsa emas deb aytish mumkin. Sizlar umuman ularga e'tibor bermanglar. Bu narsa sizlarning ilk yutuqlaringdan sertifikat olganinglar ingliz tilidan.